Voy. Hamma ishlatsa bo'ladi. Terim ko'chyaptimi? Nimada bor? Terim. Jo'may. Krem del dush olaman degani misol uchun. 4 oy, 5 oyga ketadi. Boshqa do'konlardan olsam bunaqa barakali bo'lmaydi. Ko'pirib ketishini aytgan mana qarang, avvalambor bu Karich brend degani bu Yaponiya texnologiyasida qilingan. Karich brend bu myata. Qarang, birinchidan o'sha badanda ishlatganingizda o'zi yumshoq, namli, kechgacha o'zicha qanaqadir terlamizdan bo'lib turadi, ham zo'r. Keyin anaqa nam bo'lib turadi ali. Terlaganini ham bilinmaydi. Keyin bu juda ham ekonom aytganlaridek, haqiqatda shunaqa ozginagina machalkaga solsangiz butun badaningizga yetadi. Hidiga gap yo'q, lekin juda ham приятный. Men shampun aytaman, asalli deganingiz soch to'kilishini oldini olarkan, Albatta. oqarib ketishini olarkan, tabiiyaga ozgina qo'limga tomizib bunday qilsam ko'pirib ketadi. Endi shuni sovuni ham chiqqan ekan. Endi kirib kelishda biz rakovina turadi. Rakovinada ko'p sovun ishlatiladi. Undan tashqari, deytski farzandlarim uchun ham shampun, krem dele dush ichida 2 в 1 ekan. Ikkitasi bittada ekan. Qattiq ximikati yo'qmi ichida? Yo'q, haqiqatda bu yerda hamma mahsulotlarning, grelif mahsulotlarining kimyasi yo'q. Hammasi rastительныйda qilingan narsalar, bambuk, aloe, hamma narsa bor. Haligi narsani aytdingiz yo'q, mana terizni yangilanadi narsa dedingiz. Mana shu narsami? Mana shu narsani ko'rsatmoqchi edim. Bu o'lgan hujayralarni zo'r tozalab beradi. Mana shu narsa zo'r qilib tozalab beradi. Yuzni ham, ayniqsa badanga ham yaxshi. Qarang, terim ko'chayotganda bo'ladi. Ana qaranglar. Yo'q, kirib ketgan Ko'pchilik deyapti. aytadi, kir deydi. Yo'q, hozir yaqinda yugan deb qo'yingni. Ha, yo'q-ku, Bu hozir yerda hayron. o'lgan hujayrani tozalab beradi. Mana hamma qo'lingni qilganda Haqiqatan mayna bo'lib qoldi. shundoq mutniy bo'lib qoladi. Mayda ajinlarni tortadi, dog'larni ketkazadi. Buni yuzga surtsa ham bo'ladimi? Yuz bilan yuzga, badanga, qo'lga qilsa bo'ladi. Ha, bu nima? Ustida mana erkak ayollar, bolalar, даже bolajonlar ham mana shu sut krem bor, juda ham qo'y. Hidini qara zo'rligini. Bunda jenshen bor, kollageni bor, gialuronkasi bor. Mazza qilib bolalarni ham pampersidan mayda narsalar toshadi-ku, o'sha narsaga ham oladi va soqol olganlarda ham juda ham zo'r krem. Buni qo'ying, qani soqqalni joyiga o'taylikda qarang. Hozir aytyaptilar xojonim, men o'zi necha yildan beri mana birga 4 yil, 3 yildan beri xarid qilaman. Sen shuncha xarid qilasan, sen xarid qilayotganingda biza bilanmiz, boshqalar ko'ryaptimi seni muxlislaring deb qoldi. Yana soqqa qilsa ham bo'ladi, pul ishlasa ham uyda o'tiradigan ayollar mana ledi ayol mana Kia Sarento'larni yengillardan oldi mana. 4 yildan beri taniydigan bo'lsam, har yil yengil Dubaylarga, chet ellarga sayohatlar qilishyapti. Bu qayerdan desam, biz mana ayollar ichida ham buni uyda o'tirib ham ishlasa bo'ladi, harakat qilyapmiz, siz ham harakat qilsangiz bo'ladi dedi. Men ayolimni ham, qaynisinglimni ham hozir obuna qilganman. Xudo xolasa mana shu sohaga sizlarga ham taklif qilaman. Xullas, men o'zim uyimga olgan mahsulotlarim hech qanaqa bu yerda reklama yo'q, pulini bermayapman. Hamkor bo'lganim uchun menga chiroyli skidka qilib berishadi. Sizlar ham kelsanglar chiroyli skidkada qilib berishadi. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yasizlar. Batafsil ma'lumotlar uchun Dilfuza Xojonamning nomerlarini yozib qoldiraman. Tavsiya qilamiz. Sog' bo'lasizlar. Rahmat.